O'g'limni turk sinfdoshlariga sovg'a tayyorladim Ramazon oyida. Bu sovg'alar hikoyasi to O'zbekistondaligimda boshlandi. Aslida ish bilan Istanbuldan Toshkentga uchib ketgan edim. Har gal Istanbul aeroportiga kelganimda bu aeroportda go'zalligiga mahliyo bo'lmasdan iloji yo'q. Juda ham chiroyli, juda ham katta va juda ham qulay sharoitlar yaratilgan. Aeroportda birpas aylanib, keyin uchadigan joyimizga qarab yo'l oldik. Yonimda Malika opam bor edilar, juda ham yaqin opaxonim va sekin uchishni boshladik. Men qo'limdan kelgancha har gal O'zbekiston havo yo'llaridan bilet olishga harakat qilaman. O'zimizdan o'z beliga foyda bo'lsin deb. Uchayotganda ana qizil binoni ko'rib qoldim. Turk bayrog'i timsolida bunaqa ishiqlantirma, ya'ni oydinlatma qilishibdi. Juda ham chiroyli edi qorong'ida ko'rinishi. Bitta uxlab turib qarasak, O'zbekistonda ekanmiz. Toshkentga qo'ndik va o'zimning rejalarim bo'yicha aylanishni boshladik. Toshkentni aylanar ekan, Toshkent qanchalik chiroyli o'zgarib ketganini guvohi bo'ldim. Bu video esa randomniy video. Kuzatuvchilarim orasida turklar bo'lgani uchun ham bularga O'zbekiston chiroyli taraflarini ko'rsatish niyatida bu videolarni qo'ydim. Lekin haqiqatda Toshkentni go'zalligiga mahliyo bo'lib qoldim shu safar borganimda. Bir-biridan hashamatli, chiroyli binolar, toza ko'chalar. Endi hamma davlatlarda kamchilik bor, lekin kamchilik qidirgani bormagan edim. Xullas aylanib bo'lib Chorsu bozoriga tushdim. Bu Hasti Imom masjidining orqa tarafi va Chorsu bozorini faqat rasmga olgan ekanman, video olmagan ekanman uzoqdan. Har O'zbekistonga borganimda shu bozorga tushkim kelardi va bu safar tushib mazza qilib hamma narsani tomosha qilib chiqdim. Bu suvenirlarni hammasini olib ketgim keldi. Qani endi bunday imkon bo'lsa, bagaj muammosi bo'lmasa-da hammasidan olib ketsam. Shularni aylanib tomosha qilib yurganimda shu sovg'a salomlarni olish xayolimga keldi. Orada fashion look qilib oldim. Do'p bilan o'zimcha taqib ko'rdim. Instagram storieslarimni kuzatgan bo'lsanglar, Toshkentdaligimda qo'ygan edim bularni storiesga hammasini. Xullas, hali u yoni, hali bu yoqlarni aylanib, ayniqsa mana kelin kiyimlarini yoqtirib, mazza qilib ko'zim huzurlandi desa ham bo'ladi. Xullas, bilan tomosha qilish haqiqatdan mazza, lekin olinadigan narsalarim bor edi deb borib qaytib boygi narsalardan oldim, suvenirchalardan va Istanbulga qarab yo'l oldik. Aeroportga qarab ketar ekan, men Istanbulni qanchalik sog'inganimni, lekin vatanimdan ham ketkim kelmayotganini his qilyotgandim. Juma kuni bo'lgani uchun hamma milliy kiyimda edi, juda ham xursand bo'ldim buning uchun va samolyotga chiqib bitta surpriz bilan qarshilashdik. Istanbuldan 2 kishi kelgandik, 3 kishi bo'lib qaytyapmiz deb xursand bo'ldik. Bu Soliha opam edi. Surpriz bo'lib bizning samolyotimizni birlashib, uchalamiz qaytdik va umuman zerikmadik. Uchovlon tepadan video olmoqchi edim, joy qoyillatib video ola olmadim. Lekin Istanbulga qaytganda o'sha qorong'i edi va juda ham chiroyli manzara bilan qarshilashdik. O'zinglar ham buni guvohi bo'lishingiz mumkin, buni faqat tomosha qilish kerak. Bitta ashula bor edi. Ah, Istanbul, Istanbul olali degan. Amayli mendan hech qanaqa ashulachi chiqmaydi, chunki ovozim ham yo'q. Malika opam bilan tushishga tayyorlanamiz va hali ham manzarani videoga olish bilan ovoraman. Malika opam mensalarni qotirib, u bo'ldi, bu bo'ldi, botda meni bolalarim qarshilagan video bo'lish kerak edi. Ammo lekin va biroq men telefonim zaryadkasi tugab qolgan edi. Xullas, sovg'aga kelamiz. Endi asl muddao. Sovg'aning ichiga nima solganlarimni ko'rsataman. Toshkentdan olgan svitsilnigim. Svitsilniklarning narxi Turkiyanikidan ancha arzon ekan va yaqin bo'lgani uchun menimcha. Eng sara chaqchuqlardan oldim, xurmo oldim, O'zbekiston magnitkalari, karobochka va mana bunaqa kartochkalarni o'zim yasadim. Video davomida qanaqa qilib yasaganimni ko'rsataman. Har bitta kartochkani chiroyli qilib kesib chiqdim. To'g'risini aytsam, bularni tayyorlash menga faqat zavq bag'ishladi. Bolalarning xursandchiligini ko'z oldimga keltirish, ularni tasavvur qilish vobshe boshqacha edi. Xullas, chaqchuqlarni solishda menga Zaynab Nur yordam berdi. O'zi hamma narsaga men ham qilay deb kelib oladi meni asal qizim. Chaqchuq soladigan idishimiz ayniqsa rosa yoqqan edi Zaynab Nurga, o'shaning uchun kelib olgan edi to'g'risini aytsam. Endi boygi kartochkalarni yasaymiz. Bunda Canva ilovasi menga yordam berdi. O'zimga oq bitta shablon qilib oldim. Undan keyin ramka liniya yozib post qildim, bitta ramkani oldim va ichiga Ramazonga mos rasmchalar qidirdim. Uning uchun Malchik musulmanin deb yozdim. Ramazon deb ham yozgan edim aytgancha va o'sha yerda chiqqan shablonlardan bittasini ishlatdim. Undan keyin Ramazon bu yozuvini yozdim. Ramazon bu yozuvini tepaga ko'tardim. Esingizda bo'lsa, Lovis degan jvachka bo'lardi. O'shandan bundoq tasavvur qilib tayyorladim bu kartochkalarni. Keyin Ramazon bu paylaşmakdir deb yozdim. Hey arkadash, ya'ni ey o'rtoq, Ramazon bu bo'lishish oyidir degan ma'noni kelib chiqarish bo'ldi niyatim. Va bitta dasturxonda o'tirgan oilani shablonini oldim oxiri. Ya'ni paylaşmak, ya'ni bo'lishishga mos rasm qidirdim. Juda ko'p ham qidirmadim, oilaviy rasmni qo'yib qoldim. Ya'ni birinchi bo'lib oiladan boshlanadi bo'lishish. Keyin esa Yusufni Instagram sahifasini QR kodini qo'ydim, o'rtoqlar uni oson topishligi uchun. Hammasida deyarli ko'pida Instagrami bor va hammasini joyini to'g'rilab, ramkasini o'zgartirdim. Torro ramka olib, o'shanga moslashtirib hammasini joylab oldim va bu kartochkalarni PDF qilib o'zimga saqlab qo'yib, borib kanselyariyada karton qog'ozlarga chiqartirib keldim. Yo'llarini videoga olmadim afsuski. Bitta A4 kartonga 6 ta shunaqa rasm sig'ardi, lekin menga kanselyariyadagi odam 4 ta sig'dirib berdi nimagadir. Mayli dedim, indamadim. Sovg'achalarimizni ichiga birinchi bo'lib chaqchuqlarni solib oldim. Ketidan strechlangan xurmolarni solib, karobochkani yopdim va maxsus olgan sumkalarimga qo'ydim, ya'ni qog'oz paketlarga. Magnitlarni soldim.
Magnit tanlaganda O'zbekistondagi juda ham ko'p narsalarga ahamiyat bergan holda tanladim magnitni. Ketidan svitsilnik soldim. Har bitta svitsilnik yonayotganini tekshirib, keyin soldim, sovutganda va albatta kartochkani mahkamlab qo'ydim. Sovg'alarimiz tayyor bo'ldi. Tayyor sovg'alarni tomosha qilish o'zi ham odamga juda ham katta zavq berdi. Kartochkalarni hammasiga har xil so'zlar yozdim, har xil rasmlar qo'ydim. Ramazon shukuhini eslatib turadigan narsa bo'ldi xullas. Heyecanlımısın oğlum? Hediyeleri berishga ketyapmiz. Yarim o'zbekcha, yarim turkcha bo'lib ketdi. Sovg'alarimizni maktabimizga olib keldik. Maktabimizning hovlisiga kirganda shunda turk bayrog'i ko'rinib turadi. O'shani fonida o'zimcha rasmga oldim. Yusuf videoga olmoqchi edim. Juda ham yaqinimda ekan. Bor nariroq yurgan yonimdan deb uzoqlashtirdim. Maktabga kirib keldik. Hamma yoq Ramazon shukuhida bezatilgan va Adnanbekga telefon beruvdim, meni oling deb. Ozgina orqamdan, ozgina oldimdan qilib amallab videoga olibdilar. Sinfga kirayotganimizda ba'zi o'quvchilar koridorda turgan ekan, o'qituvchi bilan gaplashib, qaysidir bayramga tayyorgarlik ko'rishayotgan ekan, o'shani kelishayotgan ekan. Yo'l-yo'lakay ularga sovg'alarini berdik. Sovg'alarini berganimizdan keyin sinfga kirdik. Sinfdagi bolalar "O" deyishgan edi. U tarafini nimagadir videoga olmayman. Selamünaleyküm. Ne diyesi getirdiniz? Buyurun, hoş geldiniz. Biz de Sovg'alarni birinchi o'zimizdan qatmoqchi edik, keyin bolalarni o'zim chaqira qoldik. Ba'zilari ikkitadan olgan edi qo'liga. Opamga ham olib ketaman, ukamga ham olib ketaman deb, lekin afsuski hammaga bittadan qilingan dedi va bolalar juda ham xursand bo'lishdi. Ayniqsa O'zbekiston magnitlari uchun kattakon rahmat aytishdi. Oylari WhatsAppdan iliq so'zlar yozishdi. O'zbekistonga biz bora olmadik, ammo O'zbekiston bizga keldi deb ham yozishdi. Juda ham xursand bo'ldim. Bu tayyorlagan sovg'amdan, O'zbekistonni tanitganimdan xursand bo'ldim. Sizlar uchun ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Niyatim Ramazon shukuhini yashatish edi bolalarga va narsaga erishdim va Xudoga shukr, shunaqa narsaga vasila va sabab bo'lganim uchun sizlarga ham balki idea bo'lgandir. Alloh tutgan ro'zalaringlarni qabul qilsin. Yaxshilikni ko'rishinglar, Allohga omonat bo'linglar.